Qadim zamonlar insoniyat hali dunyoni anglashning ilk bosqichlarida tabiat ovozi odamlar uchun yagona qo'shiq, tog'lar orasidan esgan shamol go'yoki ertak edi. O'sha davrda odamzod hali yozuvni, harfni, kitobni bilmas, ammo qalbida allaqachon turli his-tuyg'ular, orzu va umidlar uyg'ongandi. G'or devorlarida, toshlarda, tuproqda, xayolda nimalar o'ylansa, qo'llar shuni tasvirlay boshladi. G'or devorlaridagi suratlar hayotning o'zidan ko'chirilgan lahzalar edi. Ammo rasmlar inson tasavvurida tug'ilgan barcha fikrlarni ham bayon eta olmay qoldi. Shunda odamzod fikrini belgilarga, hikoyalarni so'zlarga aylantira boshladi. Mesopotamiya tekisliklarida ilk marotaba odamlar loy taxtachalarga belgilarni tushirishdi. Ular insoniyat tafakkurida yangi eshik ochib, nafaqat buyumlarni, balki fikrlarni ham ifodalay boshladi. Misrda papirus o'simliklarining nozik tolalaridan tayyorlangan varaqlar va hierogliflar yuzaga keldi. Xitoyda esa bamukdan tayyorlangan yupqa taxtachalar bir-biriga bog'lanib, qo'lda tutib o'qiladigan ilk kitoblarga aylandi. Insoniyat ilk bor o'z bilimini yo'qolishidan asrashni, uni avlodlarga uzatishni o'rgandi. Asrlar o'tdi. Bir paytlar cho'zilgan papiruslar o'ramlari asta-sekin o'rnini yangi shaklga, kodeksga bo'shatdi. Bir necha varaqlar yonma-yon tikilib, bitta jildga aylana boshladi. Bu shakl qulay, ixcham va mustahkam edi. Insoniyat qo'lida nihoyat kitob deb atalmish mo'jiza tug'ildi. Insoniyat hayoti o'zgardi. Bugun birgina kitob sizni dunyo bo'ylab sayohat qildira oladi. Kutubxonadan chiqmagan holda Afrika sahrolariga borishingiz, qadimgi Rim maydonida bo'lishingiz, jadidlar bilan bir davrda yashayotgandek bo'lishingiz yoki yulduzlar orasida sayohat qilishingiz mumkin. Har safar istalgan kitobni ochganingizda siz so'zlarni emas, asrlar ortidan kelayotgan ovozni eshitasiz. Har zar varoqlar siz bilan suhbatlashayotganini his etasiz. Kitob insonning eng sodiq do'sti, eng dono murabbiysi, eng halol hamrohidir. U sizdan hech narsa talab qilmaydi, biroq evaziga butunlay yangi dunyoni taqdim etadi. Kitob o'qigan odam hech qachon yolg'iz bo'lmaydi. Uning yonida doim tarix, tajriba va kelajakka ochilgan eshiklar bo'ladi. Agar bugun kitob o'qisangiz, ertaga dunyoni boshqacha ko'rasiz. Agar bir oy davomida o'qishni davom ettirsangiz, bir yil o'tib o'zingizning butunlay yangi qiyofangizni kashf etasiz. Chunki har bir kitob insoniyatning navbatdagi yurak urishi, yangi fikr, yangi imkoniyatdir.